Assalomu alaykum azizlar. Tushda sura o'qish. Agar tushingizda siz sura o'qiyotganingizni ko'rsangiz, bu yerda sizni topgan pulingizni sizni haqqingizligiga va qo'lingizga mol-mulk kiritishingizni, hayotingizni chiroyli va rohatda o'tishini bildiradi. Agar tushingizda birontasi boshqa bir inson sura o'qiyotganini ko'rsangiz, oilangizdan kattalaringizni, dodingizni, buvingizni, xola, ammangiz, amakilaringiz shu kattalarning duosini olsangiz, ishlaringizni yurishini va yo'lingizni ochilishini bildiradi. Ularning duolarini olishingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda ayol kishi sura o'qiyotganini ko'rsangiz, bu yerda juda ham tushkun kayfiyatda, depressiyada bo'lsangiz, tushkunlikda bo'lsangiz, bu kunlarni tamoman oxirigacha o'tib ketishini, ya'ni bu kunlardan qutulishingizni, o'zingizni ko'p qiynamasligingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda erkak kishi sura o'qiyotganini ko'rsangiz, uyingizdami yoki ish joyingizdami moddiy, ma'naviy qanaqa problemangiz bo'lsa, bu problemalardan qutuladigan kunlarni yaqinlashganini bildiradi va qutulib salomatlikka chiqishingizni, do'stlaringizdan foydali ko'rishingizni, do'stlaringizdan hurmat ko'rishingizni, yaxshi gaplar eshitishingizni bildiradi. Agar tushingizda sura o'qiyotgan insonni ko'rmayapsiz, lekin surani ovozini eshitayotgan bo'lsangiz, uzoqdan eshitayotgan bo'lsangiz, bironta bir xayolingizni, bir orzungizni va bir bo'ladimi, bo'lmaydimi deb uncha umid qilmasdan shunaqa bir orzungiz, niyatingiz bo'lsa, bu niyatingizni amalga oshishini bildirar ekan. Yaxshi tushlar ko'ringlar, xayrli tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar, yaxshi qolinglar.